2019-yil 18 yoshda Realga kelib qo'shilgandi. Bolakay dastlab katta umidlar ila keksayib qolgan Beyl Nurni uchun olingandi va keliboq o'zini ko'rsatdi. Chempionlar Ligasida Turkiya giganti Galatasarayga hat-triklar qilib tashladi. Meni Real rahbariyati kechirib qo'ysin-u, hozir ular Rodrigodan ustun bilayotgan Viniciuslari Madridga kelgach oradan 4 yil o'tiboq hat-trik qilgandi. Rodrigoni aytdim, u kelganiga 4 oy bo'lgan bir paytda bu ishni allaqachon amalga oshirib isbotlab bo'lgandi. U paytda Vinicius o'zining ahmoqona fintlari ila qanotda yugurib yurishdan o'zgasini bilmasdi. To'g'ri, hozir Vinicius yaxshi darajada, lekin nimaning evaziga? Albatta imkoniyat va unga berilgan ishonch sabab. Endi savol, Rodrigoga shu ishonch va imkoniyat berildimi? Yo'q, u Madridda Vini kabi ardoqlanmadi. Doim ikkinchi variant sifatida qaraldi. Butun dunyo Realning 2022-yilgi Chempionlar Ligasidagi chempionligida Vinicius va Benzemani e'tirof etadi, lekin o'sha davrda Realning eng katta qahramonlaridan biri Rodrigo edi. So'z isboti bilan Real Chelsea bilan ikkala o'yinga ko'ra 4-3 hisobida mag'lubiyatga uchrab turgan bir vaqtda Rodrigo zaxiradan tushib bilan imkonsiz holatda 80-daqiqaga kelib gol urib Chelsea'ni ekstra taymlarga tortib ketgan va u yog'iga londonliklarni xotirjam yutib yarim finalga chiqqandi. Yarim finaldachi, yana o'sha ahvol. Real yakunda umumiy hisob bo'yicha 5-3 hisobida mag'lub bo'lib turgan holida umidsizlik ila Ancelotti Manchester Cityga qarshi Rodrigoni tashladi. Lekin qandaydir 2 daqiqa ichida 2 ta gol urib butun Madridni o'sha umidsizlik qa'ridan yuksaklikka parvoz qildirgan kim edi? Aynan Rodrigo edi.